Baqlajonni qishga sal boshqacharoq usulda yopib olib qo'yamiz. Ishimizni, baqlajonlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab, ustidan tuz sepib, yarim soatga olib qo'yamiz. Ikkinchi ishimiz pomidor, qizil bolgarskiy, qizil achchiq garimdori solib, мясорубкаdan chiqarib olamiz. Eslatib o'taman, video tagida to'liq yozma proporsiyali retsepti turgan bo'ladi. Chesnok bilan bo'lsa, yana ham mazaliroq, lekin xohishingizga ko'ra. Ko'p kam qo'shsam xohishingizga ko'ra. Kinsa yokida petrushka bir bog' yetadi. Ustidan 3 osh qoshiq shakar, 2 osh qoshiq to'ldirib 9% uksus. Ishimizning oxirida baqlajonimiz ham tayyor bo'ldi. Suvdan yaxshilab siqib, o'rtacha yog'da chiroyli tilla rang bo'lguncha qovurib olamiz. Bonkamizni yaxshilab yuvib, 15 minut 180 gradusda duxovkaga yuborib yubordim. Qopqonlarni bo'lsa qaynoq kipitok ustidan qo'yib yuboring. Xuddi videoda ko'rsatilgandek teramiz. Birinchi baqlajon, nachinka, baqlajon, nachinka. Xuddi shu ketishda davom etamiz. Keyingi ishimiz skоворodka qo'yasiz, chuqurroq bo'lish kerak. Sochuv qo'yasiz. Suvimiz qaynoq kipitok bo'lish kerak. Kipitok qo'yib 15 minut o'rta olovda qaynatib oldim. Qaynab chiqqandan keyin xuddi videoda ko'rsatganimdek yaxshilab qattiqqina qilib yopib qo'yishingiz kerak va qishga olib qo'yishingiz kerak. Agar qishgacha yetib borsa, mazasi shunaqa zo'r chiqdi. Shunaqa mazali bonka yopilmasi uchun bitta layk va kommentariy kutib qolaman. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.